Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Do'stdo'st kanalining kuzatuvchilari. Bugun mana 17-yanvar, Xudo xohlasa, startda turibmiz. Ertadan boshlab ro'za Ramazon boshlanadi. Juda ham bir qalbimda qandaydir bir xursandchilik, xotirjamlik, shukronalik, Allohimga hamd sanolar shunday kunlarga yetkazganiga bugun bir qaynatma sho'rva qilay dedim. Mana bunday ilik suyak joylarini olgandim bozordan. Mana bu bosh tomonida bunday nimani ilikni o'shani o'rtasidan bo'lib yuborganda sababi ichidan yog'lari chiqadi. Bu ham tuzlangan, ana o'kini qovurg'a joyi qassob bunday urmagan. Shunday katta, nimaga bunaqa katta demaysizlar endi. Meni kuchim yetmaydi. Bu ham nima joyi? Yaxshilab yuvdim, sovuq suvda, issiq suvda. Mana bu jivachka bo'lib, cho'zilib pishadigan joyi. Shuning uchun ataylab ertalabdan solyapman, чтобы yaxshi pishishi uchun. Endi go'sht solamiz. Suyak joylarini soldik. Mana. Ertalabdan solsangiz, abidgacha bemalol suyak qancha ko'p qaynasa, shuncha o'zidan foydali nimalarni chiqaradi, vitaminlarni. Shuning uchun uzoqroq qaynatamiz. Piyozlarni sekin-sekin solaveramiz. Xudo xohlasa shirin chiqadi. Ro'za Ramazonga tayyorgarliklar qanday? Dixaniyalarni ochib, tayyorgarlik ketyaptimi? Biz ham Xudo xohlasa ertadan xizmatda belimizni, ya'ni belimni mahkam boylab ro'zachilarga xizmat qilishga tayyorlanyapman. Sariyog'lar, uyda sariyog'lar bor, lekin eritilgan, kuydirilgan sariyog'larni tayinladim. Sababi shirchoyni men ko'proq qilaman. Shirchoy to'q tutadi odamni ro'zada. Suvimiz qaynab chiqsa, Xudo xohlasa, bir shirin sho'rva bo'ladi. Bir xilda odamni suyuq ovqatlarni ichkisi kelib qoladi-da. Shuning uchun suyuq ovqatlar ham qilib turish kerak. Qaynatma sho'rvamizni mana tagini pasaytiramiz mana. Qora ko'piklari chiqdi. Qora ko'piklar chiqdi. Endi olib tashlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Rabbim, shirin chiqsin. Ovqatimiz shirin chiqsin. Bu hozirgi grip shunaqa yopishqoqki, xuddi yaxshiga o'xshaysiz-ku, lekin tanangizda hol bo'lmaydi, hol. Agar kim shunaqa grip bo'lgan bo'lsa, hozir o'zi bilib turibdi. Ketmaydi uncha-munchaga, yo'tali ham. Bir kunda bir bosh og'riq. Shu gripnikiligi bilinib turadi boyagi bosh og'riqni. To'liq qora ko'piklarini oldim. Xudo xohlasa mayda-mayda bu
qaynab chiqyapti. Endi bizni qiladigan ishimiz mana bu yerda butun pomidorlar bor. Shu butun pomidorlarni solamiz. Muzlagan yo'lda boshlarsa xudo xohlasa bir nima qilamiz. Kichkina pomidorcharman. Bunday qilib muzlatganman. Toshday qilib. Ikkita pomidor soldim. Muzlagan. Shu yetarli. Bu yoqda katta-kattalari bor ekan. Xonada mendan boshqa hamma narsa bor. Endi qaynab chiqqan bitta lavroy list solamiz. Har doim lavroy list solganimda tajribasiz, juda tajribasiz ayollar yozadi. Endi u qizlar bilmaydi-ku albatta. Menimcha yosh ularda hech qanday tajribasi yo'q. Yozadiki, uni bir qaynagandan keyin olib tashlang yoki ovqatingizni achchiq qilib tashlaydi deb. O'zingiz bir o'ylab ko'ring, meni ovqatim bir safar achchiq bo'lib qoldi uni solganimdan keyin. Yana nimaga solaman keyingi safar agar yana ovqatim achchiq bo'ladigan bo'lsa. Menimcha odam bir qilgan xatosini boshqa qaytib qilmaydi. Xo'sh, endi kecha bitta kuzatuvchimiz yozyapti kommentariyada, Dildora iltimos, Dildora pa deyaptimi bilmayman, eslolmayman ham. Hattoki kommentariyalarning hammasiga javob berishga to'g'risini aytsam vaqt yo'q. Mayli, bugun mana shu qozonchani rosa so'rayapsiz. Mana Kukmara, bu Kukmara firmaniki. Unaqa dahshatli zo'r qozon emas. Ichlarining rangi doim bir tekisda turmaydi, o'zgaradi-da qandaydir. Buni men Sulaymonjonimga bedana tuxum qaynatib beraman deb olganman. Mana qopqoqlariga ham Kukmara deb yozilgan. 1 litrmi? Qani hozir ko'raydi. 1 litr yozilmabdi. O'lchab ko'rdim. Xullas, mana shu eng kichkinasi bo'lgani uchun qopqog'i prozrachniy ekan. Qolganlarning qopqog'i haqiqatdan ham qolgan qozonlarning qopqog'i o'zidan edi mana bunaqa. Qozonning narxi 140 ming so'm edi. Hozir qancha bilmayman, balkim skidkadadir, balkim bundan ham oshgandir, lekin hozirgi kundagi narxini men bilmayman. O'sha paytda 140 ming so'mga adashmasam oluvdim. Bir obzor qilgandim buni, videolarimni, roliklarimni onda sonda kuzatadi-da kuzatuvchilar. Shuning uchun bilmay qoladi. Doimiy kuzatganlar bilishadi. Buni men bu qozonni oldin obzor qilganman. Mana bu Vikalina qozon. Nima, kastrulkada buni sitaraligi qilaman deydi. Ramyon ichaman deydi. Sirlik idishlarga qaynatganda u ramyon o'lgurni bunday sariq dog' bo'lib qolyapti. Shuning uchun buni olgandim. Lekin endi ramyon ichishni to'g'risini aytsam to'xtatdi. Biz qo'ymadik uni va o'zi ham aqlan tushundi zarar narsaligini. Shuning uchun sonda bir hozir mana 2 oy deganda bir marta aytdi, bitta olib bering deb. Bo'pti dedim. Shuning uchun olgandim. Endi bunda bemalol sutlarni qaynatib olsangiz ham, shirchoylarni, qolgan ovqatlarni solib qo'ysangiz xolodilnikka mana bunday qopqoqchasi bilan zo'r turadi. Bu lekin bundan katta mana. Kukmaradan mana Vikalina katta. Vikalina firma juda yaxshi firma. Bilmadim, hali men bundan hech
Ana ko'rmadim, masalan, nima deydi, yupqa bo'lib qiyshayib qolib, shunaqa holatlar bo'lgani yo'q. Shunaqa gaplar. Ba'zi bir kuzatuvchilarimizga mendan xafa bo'lishmasin, sababi men doimiy kommentariyalarga javob berishga vaqt topa olmay qolaman. Shuning uchun mendan xafa bo'lmaysizlar. Agar yomon kommentariya yozsak, zudlikda javob beradi deyuvchilar bunaqa o'ylamasin men haqimda. Men faqat shu ovqat jarayonida yarim soat sizlar bilan birga bo'laman, rolik olishga harakat qilaman. Boshqa paytda umuman bekorchi vaqt yo'q, hurmatli kuzatuvchilar. Agar to'g'ri ma'lumot bera olgan bo'lsam, men qozon haqida xursandman. Sho'rvamizni sal ko'tarib yuborayim bir qaynamasini. Tuzlarini bir pasdan keyin solaman. Mana piyoz soldim 2 dona, 2 dona lavr yaprog'i, 2 dona muzlatilgan pomidor, kartoshkalarni archib suvga solib qo'ydim mana. Bir xil standartlilarini. Sho'rvamiz hozir xudo xohlasa tiniqib, chiroyli rangda bo'lib qaynab chiqadi. Bugun onamni ko'rgani borishga harakat qilaman. Ro'zadan bir kun oldin bir ziyorat qilib, duolarni olib kelmoqchiman. Agar iloji bo'lsa, oldindan 100% boraman deb ayta olmayman. Iloji bo'lsa, borishga harakat qilaman, iloji boricha. Qaynatma sho'rvamiz chiroyli bo'lib qaynayapti. Endi buni bunday qilib, shopirib. Qaynatma sho'rvani qancha ko'p shopirsang, shuncha shirin bo'ladi, deyishadi yosh kattalar. Piyozni atalib katta to'g'radim. Butun solsangiz ham bo'ladi, 2 ga bo'lib solsangiz ham bo'ladi. Sholg'omlar sap-sariq. Sholg'om ham o'zgacha ta'm, hid, mazza beradi ovqatga. Har kuni ertalab 200 gram iliq suv ichyapman. Iliq. Issiq ham emas. Sovuq ham emas. Pomidorlar endi xuddi svejiday ta'm beradi. Keyin oxirida ovqatni suzishdan oldin olib tashlasangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa. Ekranda oppoq ko'rinyapti. Bu yerda уже tilla rangda. Qaynab chiqyapti. Hozir shopirganimga to'xtab qoldi. Havo bulutli. Havo bulutli. Sitorani bulchkalari qolmadi, yeb qo'ydik. Baraka topsin, shirin bo'lgan ekan. Qancha yong'oqni boshini yeding desam, kuzatuvchilarimiz kulishyapti. Mayli yong'oq ketgan bo'lsa ham sitorani maqtab qo'ying deb. Rosa maqtadim, yaxshi, xamiriga gap bo'lishi mumkin emas. Xamir rosa zo'r, umuman ortiqcha ta'mlari yo'q. Xuddi qaymoq ta'm beryapti. Endi bilmadim nimalar soldi xamiriga. Yeganingizda malochni qaymoq ta'm beradi-ku, o'shanaqa ta'm beryapti. Bulchkadan. Ortgan xamirni muzxonaga
Yana unga salofanga solda yana qo'yib qo'y dedim. Bir kun yana biron narsa pishiramiz dedim. Chunki shakarsiz-ku, xohlagan narsangizni pishirsangiz bo'ladi. Somsaga aylantirib yuborsangiz ham bo'ladi. Pirashkiga aylantirib yuborsangiz ham bo'ladi. Ya bultishga qilsangiz ham bo'ladi. Xullas, nima tayyorlasangiz ham bo'laveradi. Chiroyli qaynayapti. Nerlarda hamma joydan teshib qaynayapti. Sho'rvamiz chiroyli bo'lib qaynayapti. O'zim yaqindan olay dedim. Miltir qilib. Shu miltir degan gapim ham hamma joyda har xil aytiladi. Hamma joyda. Hammani o'ziga xos, o'ziga mos viloyatlarimizning shevalari bor. Hamma shevalarni hurmat qilaman. Xorazmliklar bir o'zgacha gapiradi, buxoroliklar bir o'zgacha gapiradi. Bizning Jizzaxliklar o'zgacha, Toshkentliklar o'zgacha. Shuning uchun hamma viloyatlarga, tumanlarga hurmatim cheksiz. Vodiyliklar boshqacha gapiradi, Navoiyliklar boshqacha gapiradi. Xullas, hammani o'zini shevasi bor. Mana bu piyozni ichi ham qaynayapti, ko'ryapsizlarmi? Endilar tuz solsam bo'lar-a? Hali lekin qaynash kerak. Sho'rvamiz pishmadi. Go'shtlarning turishidan ma'lum-da hali. Go'shtlarning turishidan ma'lum. Iliklar obdan o'z yog'ini chiqarish kerak. Mana. Rosa ishladim, idishlarni yuvdim. Mana unda kecha stora o'ziga. Bu ham kukmara. Buni eslaysizlarmi? Shohruh o'g'lim Toshkentdan qop-qora negir qilib olib kelganda zo'rg'a o'ziga keltirib oldim. Bu ham kukmara. Mana tagi. Xullas, mana shu nimalarni yuvdim, idishlarni yuvdim, 1 tonna idishlarni. Endi sho'rvani oldiga kelib xabar olay dedim. Nima bo'layapti ekan sho'rva? Behi kompotini rosa maqtabsizlar. Behini ta'mi keladi. To'g'ri, behidan ta'mi keladi. Prosta demoqchimanki, boshqa mevalarni qo'sha ko'rmang. Behiga boshqa mevalarni qo'shmang. Behini ta'mini yo'q qilib ekan. Behini o'zidan qiling deb maslahat beryapman-da. Behidan ta'm keladi. Hali ham shaftoli ta'm keladi. Havo nam, o'ta nam. Gullarni ko'rsatayim sizlarga. Mana gulimiz hali ham stressda deymizmi, bilmadim. Yana ro'zalar o'tgandan keyin tashqariga olib chiqaman, xudo xohlasa. Mana bu xo'jayinim sovg'a qilgan gul. Mana aravkariyamiz mana. Aravkariya. Bu yaxshi o'syapti. Kecha iliq suv quydim. Yomg'irdan bochkada bochkada debman, qara. U kuni bochkadagi birov bochka qo'ying deganiga yomg'irda paqir qo'yib qo'yamiz, o'sha paqirni keyin ichkariga olib kirib qo'yamiz, o'sha suvdan olib ilitib qo'ydim. Sababi muzdayman, tomirchalari shamollab qolmasin dedim. O'zi shamollab qolmasin dedim. Chunki bular issiq joyda parvarishlanyapti. Mana storani guli, mana o'zimni gulim Zamiya. Zamiya bu yil yana olaman, 2-3 ta olaman, xudo xohlasa bahor kelsin. Katta to'g'dalardan olaman. Mana buni boshqa tuvakka o'tkazaman bahor kelsa. Mana buni qarang, bahor kelganini sezyapti-da, o'sha
stремительно tezlashyapti, o'sishi kattalashyapti mana. Bu ham shu dollarvoy guldan. Bu ham dollarvoy gul. Xudo xohlasa, mana uni ham hozir shunday ochsam, tomir bor hozir ko'tarsam. Mana shu nimalarni qirqib olib, mana bunga tuproqqa qo'ysangiz tomirlar ekan. Eng sodda va oson o'stirish yo'llaridan biri. Mana u katta bo'lganda kesib tashladim. Hozir tirsillab turibdi, tuf ko'z tegmasin. Mana lekin o'zgargani yo'q, shunday qotib turibdi. Mana u ham o'zgargani yo'q. Tomir otgandir, endi tomir mayda edi. Mana shu meni gullarim. Derazalar terlab ketdi, chunki uyda sho'rva pishyapti. Yana sho'rvani oldiga keldim. Tilla rangda qaynayapti, tilla rangda. Hozircha shu tuzni solib ko'raman, keyin yana ta'mini ko'raman. Shopirib qo'yamiz, shopirib qo'yamiz. Sho'rvamiz mana deyarli tayyor bo'lib qolay dedi. Mana bu yerdan bilsangiz bo'ladi mana. Qancha pasayib ketdi, ko'ryapsizlarmi? Qaynab, kamayib ketdi demoqchiman. Endi shu mana bu kartoshkalarni archib qo'ygandim, boya aytdim-ku, shularni solamiz endi. Yana bir 40 daqiqalar qaynaydi hali. Kartoshka darrov pishmaydi. 15 minutda pishmaydi, 20 minutda pishmaydi. Qo'qu deyapti nimalar. Musichalar qo'qulayapti. Hali yana qaynashda davom etadi. Sho'rvani rangini qarang, qanaqa chiroyli bo'lib qoldi mana. Tashqarida havo mana bunaqa. Bedamiz уже ko'tarilib qoldi. Qo'qulayotgani eshitilyapti. Havo kecha qaysidir obunachimiz yozdi, havoga o'xshab bizni ham kayfiyatimiz har xil bo'lyapti. Bir tushyapti, bir ko'tarilyapti deb. Xuddi shunday. Yana bitta savol keldi menga boyagina. Dildora, adashmasam Feruza Quvondiqovadan eslab qolishga harakat qildim. Oshxonangizni eni nechi, adashmasam 5 ga. Mana bu mana eni 5, adashmasam, xo'jayinim yana ham aniq biladi. Mana bu bo'yi 6, chunki nimamizni, kuxonniy naborimizni mana 6 metrli qilganmiz. 6 metrli. Tepalari. Shundan bilaman 6 metr, lekin eni adashmasam 5. Nima xatoliklar bor, nima minuslar bor desangiz, mana bu nimada xatoliklar yo'q, faqat mana bu tepaga meni bo'yim yetmaydi. Lekin bu endi dizayn, faqat mana bu yerga yetadi bo'yim, mana bu yerga bunday qilganimda narigi tomonmida ko'p ochmagan. O'rtada. Voy! Mana. Ana sabzi to'g'ragich olib kelganmiz. O'shani obzor qilib beraman deb hech obzor qilib bera olmadim sizlarga. Mana ana shu yerlarga katta kastrulkalar, bir narsalar qo'ysangiz bo'ladi. Lekin bu yerga stol qo'yib, mana bu yerga keyin chiqishim kerak. Bu endi xatolik hisoblanmaydi. Bu ham xonaga dizayn berib turibdi, ham chiroyli. Lekin tepaga bo'yim yetmaydi. Minus taraflari mana bu nimani hech qachon bunaqa olmang. Mana bunaqa olmang. Mana buni doim mehnat qilib yuvishingiz kerak.
grechka tushgan. Men kecha grechka pishirgan. Nikeleviy qiling. Eng yaxshisi qora ham qilmang, ko'k ham qilmang, oq ham qilmang. Eng yaxshi vibr nikel. Endi bu ozgina pulini oqlasin deb mana bu ham mana toshdan bo'lgan, mana tosh, marmar, mana shu nimamiz baland, mana baland. Suv sachrab ketadi, akkuratni yuvmasangiz. Shuning uchun o'zim yuvishga harakat qilaman doim idishlarni. Mana bu baland, mana oraliqni qarang-da mana. Mana ko'rsatay sizlarga. Mana bu balanddan bo'lganiki suv sachraydi. Mana bunaqa движной bo'ladi-ku, keyin qisqaradigan u yoqqa, bu yoqqa bo'ladigan yumshoq. Ana o'shandan qo'yish kerak. Bitta xatolik mana shu balandligi va buni nima bo'lmasligi, pastga egilmasligi. Lekin mana bu o'zi beton. Yaxshi, sifati yaxshi, faqat qulayligi, udobstvasi yo'q. Mana buni ham aytayapman-ku, sal bir kofe tushadimi, choy tushadimi, mana dog' bo'lib qoladi. Hozir mana shuni mana bunaqa qilishim kerak men. Mana ko'rdingizmi? Ketadi. Faqat bunga mana ketdi. Ish qilasam. Mana shunaqa doim qattiq mehnat qilib turish kerak. Endi biz baribir nimani istaymiz-ku, yengillik istaymiz. Mana shu katta xatolik. Yana bitta xatoliklardan biri polimizni 2 metrini kafil qilganmiz. Kafil juda yaxshi, artib olishga qulay, lekin degan tomoni bor. Buni tagini tepli qilish kerak edi. Tepli pol. Hozir mana bunday hech qachon bez tapchika, o'zi oshxonada tapchika bilan yurasiz-ku, lekin bez tapchik yurib bo'lmaydi. Mana bu kafildan srazi sovuq o'tadi. Faqat yozda yurishingiz mumkin, lekin kuz boshlanishi bilan sovuq o'tadi. Polni qilmagan ekanmiz mana bu yergacha deb men afsuslanmayman. Faqat buni tagi tepli bo'lishi kerak edi, tepli. Tepli pol, ya'ni issiq pol bo'lishi kerak edi. Mana shu katta xatolik. Endi buni buzib tashab tepli pol qilaman desangiz, yana xarajat. Shuning uchun bu nimalar, kafillar sal pulini oqlash kerak. Stoleshitsani mana bu nimadan искусственный toshdan qilganmiz. Bundan men afsuslanmayman. Bu juda qulay. Issiq qo'yasizmi, sovuq qo'yasizmi, nimadir tushib ketadimi? Xullas kalom juda qulay bu. Mana shu narsa yaxshi. Aytdim, endi esimda qolganicha minuslarni aytdim. Ya'ni mana bu yopilishlar juda qulay. Mana bu mana bunaqa qilib ko'tarasiz, ochiladi, mana bunaqa qilib tushirasiz, mana yopiladi. Bu juda qulay. Mana bu nimaga qiyshayotibdi? Ey xudoyim. Sirli idishlarni yaxshi ko'raman. Shunaqa gaplar. Ovqatimiz mana chiroyli rangga kirdi. Qaynayapti, lekin hali to'liq pishmadi. Menimcha endi shu yerda o'zimning roligimni yakunlasam bo'ladi. Hammalaringizga ertaga ro'za Ramazon kirib kelayotgan hammalaringizni, kirib kelayotgan ro'za Ramazon oyi. Shu payt yo'tal tutadimi? Oyi bilan tabriklayman. Hammalaringizga sabr, kuch, quvvat, ilohim ro'zani bir kunni ham qoldirmasdan, qazo qilmasdan tutishlik hammalaringizga nasib ro'za aylasin. Ro'za Ramazonlarni yaxshi kayfiyatda, sog'likda, birdamlikda o'tkazib olish hammamizga nasib qilsin. Chiroyli ovqatlarni biz bekalar, oila a'zolarimizga taqdim qilaveraylik. Shu bilan bir qatorda meni qatorimda sizlar ham sizlar bilan birgalikda ro'za Ramazonni har kuniga ovqat tayyorlab, sizlarga sifatli roliklarni, kontentlarni taqdim qilishga harakat qilaman. Hammalaringiz sog' bo'ling. Hammalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Yanagi roliklarda ko'rishguncha xayr.